Bu video davomida sizlar bilan massajli kreslodan qanaqa to'g'ri foydalanish kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi, 3-chi trimestrda bo'lgan homilador ayollarga massajli kreslodan foydalanish mumkin emas. Mana bu gradusning knopkasi yordamida buni past yoki tepaga tushirishimiz mumkin. Massajli kresloga ko'pchilik o'tirganda xato qiladigan narsa uchinchi yasuvchasi bo'ladi. Shuni olib tashlash kerak bo'ladi. Sababi голосовой sensor ekranda hamda knopkalar yordamida bemalol yoqib olsangiz bo'ladi. Massajli kresloni endi boshqaruv funksiyalariga keladigan bo'lsak, upravlение o'zini sensor tablosida bo'ladi. Massajli kresloni chap taraf ichki qismida mana bunaqa lazerli ko'rinishi bo'lgan maxsus detektori bo'ladi. Kino ko'rish uchun yoki serial, podkast ko'rish uchun qulay, o'zini maxsus kolonkalari bor. Bu video davomida sizlar bilan massajli kreslodan qanaqa to'g'ri foydalanish kerakligini ko'rib chiqamiz. Ismim Abdulaziz. Relaso kompaniyasida mutaxassisman. Sizlar bilan massajli kreslodan foydalanayotganda ko'p qilinadigan xatolarni va ularni qilmasligini, texnika xavfsizlik qoidalariga qanaqa to'g'ri rioya qilishni ko'rib chiqamiz. Massajli kreslodan foydalanishdan oldin kimlar uchun mumkin emasligini va qanaqa holatda ishlatish tavsiya qilinmasligini ko'rib chiqamiz. Asosan 1-3 trimestrda bo'lgan homilador ayollarga massajli kreslodan foydalanish mumkin emas, hamda yurak xastaligi yoki umur qopqog'inasi maxsus mexanizm qo'ydirilgan, ya'ni qo'shimcha temir qo'ydirilgan insonlar uchun ham tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, insonda temperatura yoki davleniya baland yoki juda past bo'lib qolgan holatda ham foydalanmay turish tavsiya etiladi. Massajli kresloni ishga tushirishdan oldin texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holatda uni tokka to'liq ulanganligini ko'rib tekshirishimiz kerak bo'ladi. Sababi massajli kreslo ishlayotgan payt siljiganda yoki qaysidir sabablar orqali tokdan chiqib ketib qolsa, massajli kreslo o'chib qolishi mumkin yoki o'zingizlarning sog'lig'ingizga qanaqadir ziyoni bo'ladi. Massajli kreslodan foydalanishdan oldin unga qanaqa to'g'ri o'tirib olishdan boshlaymiz. Buni sizlarga mutaxassisimiz ko'rsatib beradi. Massajli kresloga ko'pchilik o'tirganda xato qiladigan narsa unga to'g'ri joylashmasligi bo'ladi. Massajli kresloga o'tirgandan keyin ikkita qo'l yoniga qo'yib, bemalol bosh qo'llashimiz kerak bo'ladi. Keyin ko'pincha massajli kresloda tepa qismidagi 3-chi yasuvchasi bo'ladi. Shuni olib tashlash kerak bo'ladi. Sababi massajli kresloning roliki odamni skaner qilgan paytda badanga yaxshi moslashmasligi mumkin. Ikkinchidan, yana ko'pchilik qiladigan xatolardan bittasi, massajli kreslo roliki skaner qilayotgan payt odam tanasini boshini ko'tarib ekranga qarab turish xatolarni qilib turishadi. Bu rolik tegmasligini, massaj odamga yoqimli bo'lmasligiga olib keladi. Endi massajli kresloni upravleniyasiga, ya'ni boshqaruv tizimiga keladigan bo'lsak, голосовой sensor ekranda hamda knopkalar yordamida bemalol yoqib olsangiz bo'ladi. Knopkani 3 sekund bosib turish orqali massajli kreslo yonadi yoki sensor displeyda qizil tugmachani bosish orqali ham yonadi. голосовой Fiona so'zini ishlatib bemalol yoqib olsangiz bo'ladi. Hello Fiona. I am you. Power on. Okay, on. Hozir massajli kreslo yonyapti. 20 sekund davomida bu sizni taningizni maxsus skaner qilib, unga moslashib olib, o'zini massajini boshlaydi. Aytib o'tganimizdek, massajli kreslo skaner qilayotgan payt boshni kreslodan uzmasligi kerak bo'ladi. Massajli kresloni endi boshqaruv funksiyalariga keladigan bo'lsak, upravlение o'zini sensor tablosida bo'ladi. Massajli kreslomizning sensor displeyi xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Birinchi o'rinda massajli kresloni tilini sozlab olishdan boshlaymiz. Настройки bo'limiga kirib, mana bu yerda inglizcha, ruscha turibdi. Buni o'zbekchaga o'tkazish uchun anglizcha nuqtaga bossa, o'zi avtomatik o'zbek tiliga o'tadi. Endi umumiy sahifasiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda avtomatik rejimlar bo'ladi. Avtomatik rejimda umumiy 12 xil massaj rejimlari bor. Prezident salomatligi, qirolicha ozishi yoki yumshoq massaj shu modellardan xohlaganinglarni tanlab olib, misol uchun yumshoq massajga o'tkazamiz. Bu yana xuddi shunaqa o'zini adaptatsiya qilib, yumshoq massaj rejimiga o'tib, massajini boshlaydi. Bemalol yosh katta odam ham shu rejimga kirib, xohlagan massajini bosib tanlab olsa bo'ladi. Endi keyingi rejimimiz qanaqa bo'ladi? Keyingi rejimimiz qo'lda, ya'ni rushoy massaj rejimi hisoblanadi. Qo'lda rejimiga kirib, ko'rishingiz mumkin. Bunda ham stapkasida o'zini maxsus rejimlari bor. Bu rejim har biri alohida har xil massaj qiladi. Kimgadir yumshoq massaj yoqadi, kimgadir qattiq, kim uchundir qanaqadir temperament massaj yoqadi. Shuni bemalol o'zligiga yoqadiganini qo'yib tanlab olsangiz bo'ladi. Undan keyingi bosqich qanaqa bo'ladi? Misol uchun biz teginish massajiga o'tdik. Bunda massaj vibratsiya berib, butun tanani massaj qiladi. Endi sozlanish mumkin bo'lgan qismini ko'radigan bo'lsak, to'liq massaj bor. To'liq massajga o'tkazganimizda, mana bu massaj qilayotgan rolik butun tanaga baravar tushib chiqadi. Qismanga o'tkazadigan bo'lsak, bunda alohida yana 2 bo'lim ochiladi. Faqat pastki qismini yoki faqat yuqori qismini qiladigan bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Bu faqat yuqori qism, beldan faqat yuqorisini massaj qiladi. Pastki rejimga qiladigan bo'lsak, beldan faqat pastki qismini massaj qiladigan bo'ladi. Undan tashqari massajni roliklarni tushib chiqish tezligini ham massaj tezligidan bemalol 1-chi, 2-chi va 3-chi levelga qo'yib, yumshoq yoki qattiq qilib o'zimizga moslab foydalansak bo'laveradi. Keyingi rejimga keladigan bo'lsak, keyingi rejimi massajli sensori.
Massaj sensori bu nima? Podushkani, ya'ni oyoqi, qo'li hamda yelka qismini qisadigan yostiqchalarni yumshoq yoki qattiqligini mana shu bosim orqali bemalol belgilab to'g'rilasak bo'ladi. Bu ham 3 xil rejimda 1, 2 va 3 da bemalol moslab ishlatsak bo'ladi. Bundan tashqari bu displeyda ko'rishingiz mumkin qo'l havo yostig'i, ekrani, ya'ni boldir qismining orqasida masaj qilingan roliki hamda isitish funksiyasi. Oyoq yostig'ini istalgan apparat funksiyasini ham shu yostiq orqali bemalol yopib olsak bo'ladi. Keyingi chuqurroq kiradigan bo'lsak, buni ustiga bosganimizda umumiy hammasi kelib chiqadi. Havoniki, ya'ni qo'li, yelkaniki, oyoqniki hamda ikkita biqin tomonida joylashgan podushkalarni ham yumshoq qattiq qilib yoki umuman o'chirib qo'yib foydalansak bo'laveradi. Massajli kresloni chap taraf ichki qismida mana bunaqa lazerli ko'rinishi bo'lgan maxsus detektor bo'ladi. Bu detektorga ko'rsatkich ma'lumotni qo'yib turganimizda massajli kreslo 90 sekund ichida o'zi adaptatsiya qilib, sog'lig'imizni bemalol qanaqa holatdaligini chiqazib beradi. Sog'liq nazoratini ekrandagi salomatlik monitoringi qismidan kirib bemalol ko'rib turishga bo'ladi. Ko'rsatkich ma'lumot qo'yib turilgandan keyin 30-90 sekund ichida umumiy natijalarni ekranga chiqazib beradi. Ko'rib turganingizdek, sensor tablosida davleniyani baland qismi hamda pasti, yuraverish tezligi, mikrosirkulyatsiya hamda qonda qancha kislorod borligini umumiy monitoring qilib boryapti. Endi umumiy qismiga keladigan bo'lsak, ovoz yordamchisi orqali bemalol голосовой управлениеda massajli kresloni boshqarishingiz bo'ladi. Hello Fiona komandasini berib, 30 xil upravleniyani bemalol gapirib foydalanishingiz bo'ladi. Bundan tashqari vaqtini nazorat qilish, vaqt tugmasini bossanglar 30 minut, 20 minut hamda 10 minut ko'rinishida bemalol massajni davomiyligini olib borishingiz bo'ladi. Bundan tashqari havo yostig'ining umumiy kuchini bu tomondan, massaj roliklari tezligini ham bu tomondan bemalol yumshoq yoki qattiq qilib o'ziligiga moslab foydalanishingiz bo'laveradi. Eng asosiy foydalanadigan qismlardan bittasi massajli kresloni ko'tarib tushirishga keladigan bo'lsak, mana bu massaj kursi tugmasini bosish orqali suyanchiq, ya'ni massajli kresloni umumiy pastga ko'tarib tushirishingiz yoki oyog'ini ham bemalol tepaga yoki pastga ko'tarib tushirishingiz bo'ladi. Endi massajli kresloni knopkalar yordamida boshqaruvga keladigan bo'lsak, mana bu gradusning knopkasi yordamida buni pastga yoki tepaga tushirishimiz mumkin. Massajli kresloni pastga tushirishni ko'rib turganingizdek, bunga teskari bo'ladigan bo'lsam, massajli kresloni istalgan gradusimda orqaga o'tkazishim mumkin. Yoki deb bo'lmasam, maxsus o'zini zero gravity tugmasi bor. Shu tugmani bosishim orqali massajli kresloni umumiy oxirgi, ya'ni 200 gradusgacha qiya holatga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Endi massajli kresloni qulayliklariga keladigan bo'lsak, bespirodniy zaryadkasi hamda telefonchi podstavkasi bor. Bu bespirodniy zaryadka ishlaydi. Asosan shu bespirodniy zaryadkasi oladigan rusumlarda ko'rib turganingizdek, zaryadka olyapti. Keyingisi podstavkasi. Podstavkani ham bemalol planshet yoki telefon uchun ham moslab foydalansak bo'laveradi. Kino ko'rish uchun yoki serial, podkastlar ko'rish uchun qulay, o'zining maxsus kolonkalari bor. Shu kolonkalarga ulab olib, o'z-o'ziga qiziq bo'lgan bemalol hamma ma'lumotlarni ko'rib, foydalanib ishlatsak bo'laveradi. Foydalanish to'g'risidagi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli massajli kreslor kerak bo'ladigan bo'lsa, buni Relasodan topsangiz bo'ladi. Relaso kompaniyasining o'zining maxsus showroomi bor. Showroomda 20 xilga yaqin bo'lgan turli xil modellarimiz bor. Bemalol showroomimizga o'zingiz kelib, foydalanib ko'rib, mutaxassislar bilan maslahat qilib, modellarni tanlasangiz bo'ladi. Showroomimiz manzili Nurafshon ko'cha 94A manzilida joylashgan. Pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib, o'rnatib berish xizmatlarimiz mavjud.